Men YouTube'ga kirib kelganimning asosiy sababi 100k uchun ham emas edi, pul uchun ham emas edi. Yaxshisi men buni barchasiga nuqta qo'yaman. Bugun hammasini gapirib beraman. Bilasizmi, inson nimadan ko'p charchaydi? Albatta omadsizlikdan, qorong'ulikdan ham emas, qiyinchilikdan ham emas, inson e'tiborsizlikdan charchaydi. Nega bilasizmi? Siz ekran qarshisida 10 daqiqa maza qilib ko'radigan videoingiz ortida meni uyqusiz tunlarim, sog'lig'imni yo'qotganim va yaqinlarimdan uzoqlashganim yotibdi. Yana video qachon, lekin hech kim charchamadingmi deb so'ramaydi. Ba'zida qo'llarimni titratib bo'lsa-da montaj qilaman. Lekin sizlar shunchaki like bosishga ham erinasiz. Xuddiki men sizlarga majburdekman. Xuddi men robotdek. Atrofga qarang, kimdir birovning ustidan kulsa trendda, kimdir bema'ni gaplar gapirsa hamma poddershkada. Men esa sizlar uchun horror ssenariy yozaman, atmosfera quraman. Natija nima? Statistikaga qarayman. Yarim obuna bo'lmagan. Shunchaki kelishadi, tomosha qilishadi va chiqib ketishadi. Xuddi tekin tomoshabinlar kabi. Nahotki mening mehnatim shunchalik qadrsiz? Nahotki siz uchun sifat hech narsa emas? Axlat kontentlar muhimroq bo'lsa. Men 100 ming obunachini orzu qilgandim. Lekin men sonlarni emas, odamlarni qidirgan edim. Men uchun armiya bo'ladigan, men uchun har qanday holatda ham aka biz siz bilanmiz deydigan insonlarni qidirdim. Lekin adashibman, men yolg'iz ekanman. Bu video ostida har bir soniya mening sizlarga bo'lgan oxirgi ishonchim parchasi. Agar hozir ham jim tursangiz, agar hozir ham sizga baribir bo'lsa, demak men haqiqatan ham noto'g'ri yo'lda yuribman. Hozir video tugaydi va ehtimol bu kanal shu bilan to'xtaydi. Men qaytib kelmasligimni bilmayman. Buni men emas, endi sizlar hal qilasiz. Agar ertaga tongda o'zim kutgan o'sha haqiqiy jamoamni ko'rmasam, hammasi uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling, chunki men o'zimni asray olmadim.